Opa, chiqqan qiz chig'iriqdan tashqarida. Endi bu uyda yashashni xayolingizdan chiqarib tashlang. Uka, bir onani qornidan talashib tushgan bo'lsak, shu uyda men ham katta bo'lganman. O'z ota-onamnikiga sig'masam, ayol boshim bilan qayerga sig'aman? Ota-onamiz o'tib ketgan. Bu uyga Ikromga kelin tushiramiz. Buni olingda bugunoq uyni bo'shatib qo'ying. Qiz bolani taqdiri shu ekanda. Erinikiga borsa ota-onasinikiga haydashadi. Ota-onasinikiga borsa erinikiga haydashadi. Pochchang rahmatli tirik bo'lganlarida men ham qaytib kelmagan bo'lardim. Yuringlar bolalarim. Bir kunimizni ko'rarmiz. Aya kalit. Bu nima? Bu 5 yildan beri o'zimga deb qurayotgan hovlini kaliti. Yaqindagina bitdi. Endi bu uy sizning. Xotining Biz hammasini gaplashib bo'lganmiz, opa. Ukangiz kasbkoriga baraka berib tursa, bundan ham yaxshilarini olamiz. yo'q, men buni ola olmayman. Opa, siz bir kun xotirjam yashaganingizda his qilgan baxtimni siz ko'chada qolib, men bu hovlida 100 yil yashasam ham topolmayman. Meni xursand bo'lsin desangiz, buni oling. Boringga shukr, jigarim.